Mashina musulmon kishining hayotida A nuqtadan B nuqtaga iltuvchi narsa bo'lishligi kerak. Bir kishini kamsitishlik uchun yoki bo'lmasa haqorat qilishlik uchun emas. Bu rabochiy kiyimda biz turimizda pasobni insonmiz, u akamiz o'zlarini oligarx deb hisoblayaptilar. Siz rabochiy kiyimda ko'rib, mensimayotgan ustangiz qattan biladi, ishdan keyin sizdan zo'r holatda yuradi, kibr qiladigan akalar. Lekin yangi kiyim kiyib olib, klient oldida turilmaydi. Sababi biz ishimiz qora ish bo'lganligi uchun rabochiy kiyimda turamiz. Buning iloji yo'q. Siz 25 ming dollarga Malibu olib minayotgan bo'lsangiz, rabochiy kiyimda ustachilik qilib 200 ming dollar pulni оборотga tikib qo'ygan bo'lishligi mumkin emasmi? Bu hunarni o'rganishlik uchun, shu ish qilishlik uchun 10 yil, 15 yillab mehnat qilib hunar o'rgangan insonlar bor-da. Bularning mehnatini qadrlash kerak. Oldiga kelib kamsitishlik kerak emas. Kamsitishlikka keladigan bo'lsak, adashmasam avtomobil yo'nalishi hozirgi kunda O'zbekistonda eng premium klassdagi ishlardan bittasi hisoblanadi. Aynan mashina yo'nalishi emas, okalar fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Lyuboy ish qilishini qat'iy nazar bitta klient oldingizga kelib muomala qiladigan bo'lsa, chiroyli ishini bajarib berasizlarmi yoki qo'poldan qo'pol muomala sizlarga ham yoqqan bo'larmidi? Kommentariyada fikr bilan yozib qoldiringlar.